Hop, bugun Laylatul Qadr kechasi bo'lganligi tufayli bu kechaga bog'liq bir ikki og'iz so'zni ham aytamiz. Albatta Laylatul Qadr kechasini iymon bilan, ixlos bilan bedor holda o'tkazilgan kishilarga katta va'dalar berilgan, gunohlari mag'firat qilinishi, jannatga daxil bo'lishlari, Alloh yorlaqab qolsa bir yillik qadar belgilanayotganda qadarlariga yaxshiliklar bitirish ma'nosi, shunga o'xshagan 1000 oylik ibodatdan afzallik ma'nosi, hammasi bu muborak kechani siz bilan biz uchun Allohning buyuk bir rahmati ekanligini demak tushuntirib turadigan narsalar. Shuning uchun bu kechadan unumli foydalanish harakatida bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz Laylatul Qadrni bedor o'tkazishlikning shartlaridan biri bu ishni qilmoqchi bo'lgan kishilar xufton va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qisin deganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan vorid bo'lgan hadisda kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa kechani yarmini bedor bo'lgan bo'ladi. Kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa kechani qolgan yarmida ham bedor bo'lganlik bo'ladi deb aytganlar. Shu bilan birga bu kechada nafl ibodat, qiroat, zikr, duo, ilm majlisi va boshqa narsalar bilan e'tiborni demak shunga qaratish kerak. Alhamdulillah, mana bir qancha daqiqalaringizda suhbat bilan ma'rifat ma'nosida bid'atni bayoni, berilgan savollarga javob, bularning hammasi inshaalloh hammamiz uchun manfaat, xayr, baraka, yaxshilik bo'lishini Alloh taoloning o'zi nasib etsin.